baxt izlagan qiz. 6-qism. İkimiz xeyli uzun mağandan keyin nahaytum katibi qo'roning oldiga kelib to'xtadik. Hisobda bu bir aholiliklar o'ltiraq binosi bo'lib, lekin nahaytum katibi bezalgan edi. Sirtidan qarg'anligi odam bu qurilishning selinish uslubiga qarab hayron qoladi. Bino ichlarimi shunday pokiza tozlangan edi. Ichimda Nodiraning bu shaharda tuqqanlari ajabmi ko'p ishkan deysa, yana kelib mushundaq puldor deb o'yladim. Ikkimiz lift orqali 6-qavatga chiqdik. Eshigi to'liq chiroyli rangda sirlangan uyning oldiga kelib, eshikni qoqqandan keyin eshikni bir yosh, to'liq chiroyli qiz ochib, biz bilan paranglashib, bizni kulib turib kutib oldi va bizni uy ichiga kirishga taklif qildi. Ikkimiz tangli uy ichiga kirdik. Bu uyning bezilishiga qarab, ig'izim echib, hayronlik qilib o'tdim. Butun tomga oltin rangli qog'oz chaplangan bo'lib, mayli uy soymonlari yoki uy jihozlari bo'lsin, bir qarash qila sirtdan import qilinganligi chiqib turadi. Biz safoga kelib o'tirgandan keyin eshikni ochgan hiyliqi qiz, "Bugun ajabmi deb qo'ymay kelibsiz. Hech qanday bir tayyorlik qilmay o'ltirgan edim," dedi. Nadira bo'lsa, "Ishqisi yo'q ada, qandaqli bo'lsa o'xshashqo. Shu bugun sizni ko'rgim kelib, do'stim bilan billa darsdan tushibla yaningizga kelishimiz. Siz bilan ko'rishmaganimga xeyli kun bo'lib ketibdi," dedi va "Hada, sizga tanishtirib qo'yay. Bu mening yaqin do'stim, am yurtdishim marhaba. O'zi chiroyli o'g'li qiz. Ikkimiz bir sinfda o'qiymiz," dedi va menga qarab, "Adash, bu mening hadam. Dadam tarafdan tuqqan kelimiz. Men mushu yerga kelgandan beri holimdan xabar elib, mening o'qishimga, turmushimga ko'ngil bo'lib kelyotdi," dedi. Nadira menga holimdan xabar eliyotdi deysila, qo'rqib qoladim. Ichimda bu hadisi holidan yana qanday xabar oladigandir deganlarni o'ylab, kulkamni zo'rg'a besib o'ltirdim. Bu ikkisi burungi kichik vaqtidagi ishlarini deyishib, chaqchaqlashib o'ltiradi. Bu paranglardan keyin uning bu tuqqunning ma'lum bir shirkatning buxgalteri ishganligini, erining bo'lsa, mushu qiz ishlaydigan shirkatning bosh direktori ishganligini bildim. Ichimda eri bosh direktor bo'lgandan keyin ularning uyining buncha katta bo'lishimi bekor emaskanda deganlarni o'yladim. Lekin bu qizning eri shuncha boy, uyining bezilishimi shuncha katta bo'lsa-mu, lekin turmushda ancha baxtli emaslik ekan. Eri ikkisi yangi tanishib yurganda, bu qizning eri uningga xeyli kuyinadigan bo'lib, garchi ikkisi ota-onasining roziliqsiz to'y qilgan, yana kelib, ayni vaqtda to'liq g'urbat turmush kechirayotgan bo'lsa-mu, biroq bir-birini to'liq yaxshi ko'rishdi ekan. Ular to'y qilib 1 yilgacha bolalik bo'lmabdi. Albatta, shularning turmush tubtiga qaraganda bolalik bo'lmasligimi ularning tunji tanlashi ishkan. Ikkisi birlikda tirishib, odig'ini meva setishdan hozirgidek shirkat qurishgacha bo'shashmay tirishib, oxir g'alaba qilibdi. Mana, oradan shuncha vaqt o'tib, bir kuni u naytimi o'xshitib tomoq tayyorlab, erini ko'rgili uning ishxonasiga kiribdi. Biroq ishini ishtirib, ko'z oldidagi manzarani ko'rib, hayronlikda qaytib turibla qoldi. Uning eri kotib bilan xeyli burilib ishbash tortishib qolgan bo'lib, lekin to'liq isbot bo'lmag'achqa izchil chandurmay kelgan ekan. Biroq shu kungi vaqtda uningga yashash ig'ir kelib, keray desa yer qattiq, chiqay desa osmon egiz tuyulibdi. U eshikni ochib kiribla, u va uning quchqidagi kotibni ko'rib, eriga, "O'ynamard, men sen uchun nimalarni qilmadim? Nemishqa menga bundoq javob qaytarsan? Men sen bilan to'y qilish uchun ayni vaqtda sening nomrodligingga qaramay to'yliq olmay turib sana tegdim. Ta hozirgacha sening
biror rohitingni ko'rib boqmadim. Lekin sening menga bunday qilishingni o'ylamagan ishkanman, hayvon. Oningdan mening narim kam. Deb gepining kayni chiqmay turibla yuziga qattiq tekkan bir shapaloqdan sen turilib beshi ustiga qattiq tegib yiqilibdi. Eri bo'lsa oshnasini papilab turib o'zingning usti beshiga qarab etib, ondan uning bilan o'zingni silishtir. Ayni vaqt seni royish, sizg'an sizliqimdan chiqmaydi demasam, nima qilaman sendak nima bilan to'y qilib? Kun bo'yi usti beshingdan oshxonaning isi va mayning badbo'y purqidan boshqa ozroqmi ayollik puroq yoki ayollik nazokat degan narsa bo'lmasa, do'stlarim bilan birga o'ltirishga berib qolsam, seni xijil bo'lmay, qandoq birga elib boraman. Bunimi qo'yib turayli. Sen bilan to'y qilg'ili qanchalik vaqtlar bo'ldi, ha? Sening o'rningda bir atal mushuk yoki kuchuk beqib qo'ygan bo'lsa-mu, tug'ib bir qapas bo'la bo'g'iydi. Sen bo'lsang, mushundoq oldimda tizib qo'ygan toshdek turib, ko'zimga sat ko'rnigin ko'ringan. Sen menga nima qilib berganingga mendan og'irnatding. Necha vaqtning beri qo'sig'ingni osh qo'ymay, uchangni yelin qilmay beqib keldim. Mana bugun baribir biladiganimni bilib bo'lding. Ya ajir shayli, ya zuvaningni yig'ib, ko'rganlaringni ko'masga, anglaganlaringni anglamasga silib yur. Shundala, yana burunqidek nima desang shuni elib berib, chiroyliqcha uyimizni tutamiz. Bo'lmaydi ekan. Sening tug'masligingni oshkorlab, qo'lingga bir mo'chan bermay uydan haydab chiqarman. Deb vaqirabdi. Bu gapni anglab, u o'rnidan turib uyiga qarab mengibdi. Yo'lda ma'g'ucha bir mashinaga so'qilib yoki daryoga sakrib elib o'lib elishni o'ylabdi. Lekin jon degan undoq oson chiqmag'ashqa oldidagi bu ahvollar oldida amalsiz qoldi. Va uyiga kelgandan keyin narsalarni yig'ishtirib, o'ziga azor bergan, aqidasini yerga urgan bu erdan ajrashib, mehri qolmagan bu uydan ayrilib, yiroqlarga ketishni o'ylabdi. Lekin kayfiyati pastgo'yga tushgandan keyin uning to'y qilgandan beri bu erga qilganlarini, lekin uning o'ziga qaytargan javobini o'ylab, bu uyga necha vaqtdan beri shunchalik ajr singdirib, amdilikda bundaqla voz kechishga bo'lmaydiganligini, cho'qim hammaga chidab, hech bo'lmasa keyingi hayotiga yetgudak pul to'playverish uchun bu uyda yaxshi ko'rgan odamining har xil o'ziga solgan azob uqubatlarga chidab kelayotganligini anglab, opamni yana bir qaytim ko'rgandek bo'lib, ko'zimning jiyaklari namlanishga boshladi. Ana shundoq uning azobli kechmishlarini anglab o'ltirib, nurg'un kedirmash xiyollar orasida qo'rsqimning oshqanligini to'ymay qopdiman. Qo'rsqimning ko'rildigan ovozidan keyin aslimga keldim. Uninggacha ularni qo'rsqimdan chiqqan ovozni angladi bo'g'ay. Nadiraning ochisi menga qarab, "Qaranglar meni, o'zimning hikoyasini aytib, sizlarning qo'rsqinglarning oshqanligiga diqqat qilmabdiman. Baxsat bo'ldi. Singlim, siz birdam o'ltirib turing. Men Nadira bilan pastga tushib, ko'ktat elib chiqay," dedi. Men o'labla, "Men sizlar bilan birlikda chiqay," deyishim bilan Nadiraning ochisi, "Yo'q, bo'ldi singlim. Siz kino ko'rgach o'ltirib turing. Birdamda chiqib bo'lamiz. Bir yerga chiqib ketmang juma," deb topilib chiqib ketdi. Ichimda bir yerga chiqib ketmang degan gapga ajablanib o'ltirg'ach, televizorni ochib ko'rishga boshladim. Televizorda men eng yaxshi ko'radigan Koreyaning filmi qo'yilyotdi. Bu kinodami shundoq o'dil kelib qolgandek, er bosh personaj ayol bosh personajdan yoshirincha sirtdan birni tepib olib, ayol bosh personaj va bolalarni hadab qo'rlayotdi. Shularga qarab, "Ajaba, dunyo xiyoliy dunyoda emas, real turmushdami shuncha qo'rqinchli bo'lib ketganmidi? Hozirgi kishilar nikohni o'yin o'rnida ko'ramdigandi. Nemishqa baxtli oilasi va mehribon ayoli umaq farzandlarini qadrlamaydigandi," deganlarni o'yladim. Aradan xeyli vaqt o'tgan bo'lsa-mu,
lekin ola hech kerak demaydi. Amdilikda zerikishga boshlab oxiri eshik echilib birisi kirib keldi. Ko'zlarimga ishonmayli qilyotdim. Bu kirgini boshqa biri bo'lmasdan oldingi qaytim Nadira bilan urushib qolishimga sababchi bo'lgan. Nurg'un qizlarni yo'ldan chiqargan. Oldingi qaytimqi sorundagi inson qalbidan chiqqan hayvon sattar xo'jayin bo'lib, menga sho'lgaylarni eqitqinicha qarab turadi. Qanday qilganimni uqolmay qelyotdim. İçimdə acaba Nadiraning oldimga yana bir qaytim tushgandimi? Meni bu yerga mushu ablaqqa yamchuq qilib berish uchun aldab aykelganmidi? Undaqda boyiqi hadisining hikoyalari-chi, shularmi yolg'onmidi? deb o'ylab turishimga Voy, o maqsinglim, oxiri kapsizda. Sizni siyg'inib turadi. Deginicha etilib kelib, gap so'zsiz menga esildi. Men uningdan qutulishga shuncha tirishgan bo'lsam-mu, biroq uning oldida men to'liq kichik va ojiz bo'lganligim uchun uningga hech kuchim yetmayotdi. Uni urib tillab baxtim, lekin zodili qo'lidan bunday qilib chiqib ketolmaydiganligimga ko'zim yetmay, oxiri bo'lmay kallamni ishlatib uningga qarab, nima desangiz men rozi bo'lay, lekin mening pek hojat qilg'im kelib ketdi deb turib oldim. U bo'lsa, meni aldaydigan bo'lsang, ko'rgulikingni ko'zdiman deb oldimda yo'l boshlab hojatxonaga elib mangdi. Men fursat kelganini bilib, uning menga diqqat qilmagan fursatidan foydalanib, uning qo'lidan yo'l qo'nib chiqib, eshik tarafga qarab o'zimni otdim. Faqat eshik tarafda men bir xil bexatarlik tuyg'usini his qilib o'tdim. Elimi yaxshi, eshik taqib etilmagan bo'lib, eshikning tutqichini tortib eshikni echib chiqay deyishimga Sattar xo'jayin mening qo'limni tutib oldi. Badanimning yerimi uy ichidan ajrlanib sirtqa chiqib qolgan. Yana yerimi bo'lsa uy ichida bo'lib, amalsiz kuchimning baricha varqirashqa va bu iflosning qo'lidan chiqib ketishga urindim. U bo'lsa uy ichida turib, faqat talbimga qo'shilsanglar, nima desang shuni qilib beraman deb menga yolvorib. Lekin men bo'lsam qo'liqimga hech nima kirmay, uningdan qutulish uchun badallarim g'al titrab, bor ovozim bilan varqirab, yana yerim badanimni sirtqa chiqarib verish uchun kuchayotdim. Umi qo'shnilarning chiqib qolishidan ansirda bo'lg'ay, oxir meni qo'yibdi. Men jon ochiqimda yirtilib ketgan kiyimimga qaramay, sirtqa qarab yugurdim. Maykamning yanglari yetilib ketgan bo'lib, uningdan yulqinib chiqish uchun sochlarim hisobda butun usti beshim qalaymiqan bo'lib ketgan edi. Uningdan yulqinib chiqish uchun sochlarim hisobda butun usti beshim qalaymiqan bo'lib ketgan edi. Yo'lda mang'animda kishilar menga xuddi boshqacha nazarda qarayotgandek qo'diksirib mang'almay qelyotdim. Oxiri bir dastlab, ikki dastlab yotoqqa kelib oldim. Yotoqdoshlarim meni ko'rib, "Voy, sana nima bo'ldi? Nima kiyimlaring yirtilib, buncha bo'lib ketding?" dedi. Men o'zimni tutib olmay, etilib yig'lab ketdim. Lekin nimalar bo'lmasin, bu ishlarni ularga eson bo'lmaydiganligini o'ylab, yugurib etib yiqilib ketdim deb qo'ydim. Lekin ana shu kuni kechdan boshlab bu ish mening ko'nglimda qor soyidakli agib, hech orom bermaydi. Kechalari uxlagandami, Nadira meni aldab Sattar xo'jayining yiniga opirib berdigandek, men bo'lsam u odamning qo'lidan qaytib chiqib ketolmay tushaydim. Qiziq yeri shu. O'sha kundan boshlab men Nadirani qayta sinfimda ko'rib baxmadim. Shundaqla Nadiraning nada nemish qilayotganligini bilmaydim.
boshqa saboqdoshlardan so'rashni texmi xohlamaydim. Uning ismini anglamay bir kunni o'tkazsam, bir kunni xo'shalliq deb biladigan bo'lib qoldim. Shundaqla uni yana ko'rib qolsam, uni urib selishimdan qo'rqatdim. Kunlarim yana ritmli holatiga qaytgan edi. Har kuni o'rnimdan turib, noshtaligimni yaxshi qilib, darsga vaqtida chiqib, darsni astoydil anglab, muallim topshirgan vazifalarni vaqti-vaqtida o'rinlab, texim munavvar fan vakili bo'lib saylandim. Lekin oradan bir oy o'tib, Nodira to'g'riliq mundaq bir xabarni anglab qoldim. Saboqdoshlarning aytishicha, hammamizga ma'lum bo'lganidek, Nodira har kuni degudek dars tashlagan qaytim soni eng yuqori chekka yetganligi, yana kelib, uning bo'yida qolganligi uchun maktabdan haydalganligini angladim. İçimdə, acaba o sattar xo'jayining bolasimidu deganlarni o'yladim. Yana saboqdoshlardan anglashimcha, Nodira maktabdan haydalgandan keyin ashu chiqib ketganicha uyiga qaytmay, bolaning dadasi texi uni qabul qilmay, sargardonlikda yo'g'on qo'rsiqini ko'tarib yurganligini, ota-onasi maktabimizga necha qaytim telefon qilib, qizini so'rishtirib, lekin izlarigini ololmaganligini angladim. Bu gaplarni anglab, yuragim qarta qilib qoldi. Haqiqatan uning qilgan yomon ishlari endilikda o'z beshiga balo bo'lgan edi. Bir insonning o'ylamay bosgan qadamlari oxirida shu insonning pushaymonining sababchisi bo'lib qoladiganini aniq edi. Agar insonlar havoyi havasga berilmay, shu o'tkazgan kuniga va yenidagi yaqinlarga mehrini berib, pulni cho'ng bilmay, shu qilgan ma'nisiz ishlarining o'rniga shu pullarini yetim yesir o'quvchilarga, egichi haqsiz kishilarga, davlatimizdagi yordamga muhtoj qarindoshlarimizga berib yashagan bo'lsa, balkim nurg'un kishilarning xo'shal, baxtli minutlari ostida qancha go'zal turmush kechirib bo'lg'aydi. 7-qism. Har bir odamning o'zidigan, xatolik o'tkazadigan, ayni shunday bir kunlar bo'lsa kerak. Shunday bir kunlar kelgandilar. Ondan begunoh azor berganlarimizning, qilgan xatoliklarimizning o'xshamagan vaqtda o'zimizga o'xshamagan usulda qaytayotganligini his qilib ekanmiz. Lekin afsuski, u vaqtda allaqachon kechikkan bo'ladi ekanmiz. Nodiraning ishidan keyin men bu ishlardan ibrat elib, texmi yaxshi o'qib, cho'qim yaramli odam bo'lishga bel bog'ladim. Darslarni yaxshi anglab, imtihonlarga eng yaxshi holatda tayyorlik qilib, muallimlarimning eng amriq o'quvchisiga aylangan edim. Muallim texi meni ishxonasiga ayirib chaqiritib, "Yaraysiz, marhaba. O'qishingiz, har qaysi fanlardan olgan natijalaringiz kundan kunga yaxshi va ko'rinarli bo'lyotidi. Davomli tirishing. Mushundaq tirishib, natijangiz hozirqidan tushmasa, cho'qim nuqtaliq oliy maktabga o'talishingizda gap yo'q." deb rag'batlantirdi. Men buningdan to'liq xushal edim. Shu oraliqda to'liqsizlikki, men yoshirin yaxshi ko'rgan qo'shni sinfda parallel o'qiydigan Shiralini o'chiritib qoldim. Men do'stlarim bilan birlikda oshxonaga tomoq yegili kirgan edim. Tomoq buyuritish uchun mulozimni chaqirib, uniga qarab, "Ishtahsi lag'man, 6 zoq kavob" deyishim bilan mulozim menga qarab, "Oy, marhaba, bu sizkensiz-ku" dedi. Ko'zlarimga ishonmayla qilib burun men yoshirin yaxshi ko'rgan bu yigit hozir burunqidimi bak kelishgan bo'lib ketgan edi. Shiralini to'liqsiz o'tiridan boshlabla ko'nglimga pukkash kemikin. Bu qitim ko'ribmi, yuraklarim boshqacha so'qib, ig'izimga gapmi kelmay, yuzlarim qizirib ketgan edi. Yenimda o'ltirgan do'stimning noqishi bilan aslimga kelib, "Voy,
beksat bo'ldi. Bir narsa o'ylab diqqatim chechilib ketibdi. Siz mushu yerda ishlayaptamsiz? Aloqalashib baxmaganimizga haqiqatan uzun bo'pti. Deb o'yalganimcha yerga qarab oldim. U bo'lsa ha, men to'liq o'tirdi o'qimayla uydagilarning yukini yengiltay deb mush yerda ishlayotgan. Bu yer mening bir do'stimning dadasininki. Maoshimmo xeyli yomon emas. Bugun aram bir ko'rishib qoldik. Nima yig'inglar bo'lsa, tatmay buyurdinglar. Sizdek yaqin do'stimni bir mehmon qilmasam bo'lmaydi. Degenicha tomoq tizimligini oldimizga qo'ydi. Men uni shuncha rad qilsam-mu, u o'namay turib o'yladi. U oxiri tomoq tizimligini qo'liga elib, o'zi bir narsalarni yozganicha oldimizga bir stakandan meva sharbati qo'yib ketib qoldi. Uning ketishi bilan o'ltirgan qizlar tangla. "Oy, merhaba. Kim o? Nimundoq kelishgan? Ajab mard bo'lgan-ya?" deyishib, meni o'ng'aysizlantirib qo'yib-atadi. Men ularning ig'izini tezroq aytish uchun boshqa munosabatimiz yo'q. To'liqsizligi savoqdashim, xato tushunmanglar. deganimcha telefonimga qarab o'ltirdim. Birdamdan keyin u bir qancha xil qurumalarni ko'tarib kelganicha qurumalarni oldimizga dizdi va "Qanaya, tadinmay beqinglar" deganicha menga kulib qo'yib ketib qoldi. Nemishqikin uning ko'zidan oliy maktabga o'tganimdan umu hammamu intayin xushal edik. Savoqdoshlarim orasidami eng nuqtaliq oliy maktab o'tganligim uchun o'zimni bir xil mag'rur his qilardim. Gerçi shundoq bo'lsa-mu, lekin Shirali ishkimiz yana bir yerlarimizdan ko'nglimiz yerim edi. Shuning uchun ta'tilning har kunini bir-birimizdan ayrilmay qo'shal-xo'ram birga o'tkazdik. Ta'til oraliqida ko'nglimizni g'ash qiladigan bir ish yuz berdi. Bir kuni Shirali bilan ishkimiz birga qo'l tutishib oshxonaga kelib ishlash uchun kiyim almashtirish uyiga mang'inimizda oshxona xo'jayini bizni ko'rib, "Bu ishkinglarning muhabbatlashadigan yer emas. Ishlasanglar tuzuk ishlanglar. Bo'lmasa ketinglar. Yana sen boba. Shirali, seni o'g'limning do'sti demasam, burunli ishdan bo'shatdim. Mushuning bilan sen talay qitim ruxsat so'rab bo'lding. Endi seni ishaltanmayman. Boshqa ish deb ol" dedi. Ikkimiz gap so'zsiz oshxonadan chiqib ketdik. Gerçi biz talay qitim xizmat izlagan bo'lsak-mu, lekin tuzukroq xizmat chiqmayotdi. Oxiri mening maktabga mangadigan vaqtim bo'lib, men oliy maktabga yo'l oldim. U bo'lsa mushu shahardagi dangliq samovar sho'rxonasidan yangi xizmatga erishdi. U meni qiymagan holda ko'ziga yosh elib turib uzatib qo'ydi. Men oliy maktabga kelib, bu yerning muhitiga ancha ko'nalmagan. Ham bu yerdagi kishilar men uchun to'liq yot bo'lsa-mu, lekin men har kuni degudek Shirali bilan telefon unidor orqali paranglashib, bir-birimizga muhabbatimizni ifodalab turg'ashqa amalsiz ko'nishga majbur bo'lardim. Albatta, intizorlik ichida kutishmi tezda oxirlashib, ta'tilmi kelib yana jam bo'lardik. Mushundoq kunlar davomlashib, bir qaytim ta'tilda yana qaytib, uning bilan ko'rishib, uning bir qancha o'zgarib qolgandek his qildim. Lekin ichimda balkim ko'rishmagili uzun bo'lg'ashqa bir-birimizdan yoltirayotgandimiz deb o'yladim. Maktabga qaytishimga 2 kun qolgan kechasi tushimda u to'liq chiroyli ham moda kiyingan bir qiz bilan ishbash tortishib qolganligini, yana dexa u qiz bilan birga bir uyda uxlab, men uni izlab borganimda uning shu qiz bilan birga ko'rib, u qiz bilan urushib ketganligimni tushundim. Va ko'nglim bir narsani sezgandek bo'lib, uni izlab bordim. U eshikni bakli tezda ochgan edi. Uningga gap qilay deb turishim bilan uy ichidan birisi chiqib, "Kimgan?" dedi. Men Shiralini tortib chiqib, ochiqimda uning tushuntirishini anglamasdan bir shapaloq soldim. Lekin
Onun menimi qaytarib bir şapalaq selishini o'ylamagan ekanman. Beshimdan bir chelak suv to'kilgandek bo'ldi. Tushimda ko'rganlarimning hammasi amaliyatimda yuz bergan edi. Onun to'sib elishiga qaramasdan qaytdim. Lekin ichimda yanada onunga chidamaydim. O menga bu qizning do'stining muhabbati ishkanligini aytib tushundirgachgami, onunga ishonib yana xushal holda maktabga qaytdim. U men maktabga ketgandan keyin burunqiga o'xshamasli bo'lib qolgan edi. Ikkimizning o'xshash o'yinlar bosh suratimi o'zgarib, telefon qilsam olmaydigan yoki qo'pol tegadigan, menga bo'lgan barliq savrichanligi ham muhabbati tugab balakchilar bo'lgan edi. Bir kuni men bir do'stimdan o'zim uxlab tushimga kirmagan bir ishni angladim. O do'stim menga Shiralining bir qiz bilan birga bir oshxonaga kirib o'tirganligi, yana dehi o qizga gulmi sovg'a qilganligini, yana bir-birini rost yaxshi ko'radiganligini, hatto bir-biriga shundoq muhabbatga qarashadiganligini aytdi. Bu gaplarni anglab, ko'zlarim liqqida yosh, ham umidsizlik ilkida damonliqqa qanday qilishimni bilolmay qoldim. Va o'zidan telefon qilib so'ramoqchi bo'ldim. Lekin bir haftaga yaqin aloqalashib baxmagan bu g'ishqa uningga telefon qilib, mening telefon nomerimning allaqachon qora tizimligiga kirgizib etilganligini bildim. Mayli qandaqlik qilmay, ko'z oldimdagi mushu voqealarning hammasi amaliyot edi. O'zidan yuz o'rganligini anglamagan bo'lsam-mu, lekin uning meni qora tizimligiga tiqib etishi, uning o'zining qilgan yolg'onchiliklarini eng chiroyli ham eng puxta holatda bezab qo'yishi edi. Shu kundan keyin men o'zimni qattiq tashlab etdim. Hamma ish shundoq azobli tuyuladi. Hatto nafas elishmi men uchun shunchalik qiyin edi. Boshqalarga eg'iz echib gap qilishmi shunchalik og'ir tuyuladi. To'g'risi, men uchun butun dunyo meni tashlab etgan edi. Men shundoq azobda o'tayotgan bo'lsam, Shirali bo'lsa zerikkanda kechalarda telefon qilib meni izlaydi. Lekin men uning o'zgarishi, yana burunqidek baxtli o'tishimiz uchun do'stimdan anglagan ishlarni uning yuziga solmaydim. U telefon qilsa, silaq muomala qilardim. Lekin u meni bu ishlarni bilmaydi deydimi aytavur. O'z romanlari bilan avora edi. Texi ba'zida meni ish o'rnimdagi bir qiz yaxshi ko'rib qopdi. Qanday qilsam bo'lar degandek gaplarni qilib, g'ururimni yerga uratdi. Lekin men bu gaplarga xuddi uning do'stidaklab pisand qilmagan qiyofatga kirib olgan bo'lsam-mu, lekin yuragimning qanchalik og'rig'ini bir o'zim biladim. Bo'la emas. Men yana uning kunda o qiz bilan nega berib, nada turganligidan do'stlarim orqali xabardor edim. Balkim bu xil kechirmishni faqat o'z beshiga kelganlarla his qila olsa kerak. Men bir qiz bo'lganligim uchun tugishib ketgan edim. Garchi atrofimda nurg'un yigitlar parvona bo'lsa-mu, ko'zimga uningdan boshqasi ko'rinmaydi. Shundoq yurib, men darsga chiqmas bo'lib oldim. Bizning sinfda Rana ismli bir qiz bor bo'lib, odatda to'limi qiynaq girim qilib, kechalari yotoqqa qaytmay o'ynab yuradi. Men o'zim yolg'izla yurgachga, hech kim bilan uncha paranglashib ketmaydim. U mening yonimga kelib, "Merhaba, men sizga necha vaqtdan beri diqqat qilib keldim. Siz burun sinfimizga yangi kirganda xili ruhliq yuradingiz. Mushu mavsum boshlagandan beri nim bo'ldingiz? Sizga bir ish bo'lmagandi? Ko'nglingizda bir ishingiz bo'lsa menga deng." deb ko'chilab so'rashga boshladi. Men necha vaqtdan beri birasiga dardimni to'kib baxmag'ashqimi yoki azob ichimga patmay qoldimi, etilib pang'ida yig'lab etdim. Va Shirali bilan bo'lgan hamma ishlarni uninga aytib berdim. U menga tasalli berib, yoshlarimni surtib, mening xuddi uzun yillik do'stimdek menga ko'ngil bo'lishga boshladi. Shu kundan keyin
İkimiz yaqin do'st bo'lib qoldik. Uning bilan birga tomoq yeb, birga bozor aylanatdik. Bu kunlarda ko'nglim xili echilib qolgan edi. U menga: "Merhaba, siz chiroyli axloqli qiz. Bundaq o'zingizni tashlab etmang. Chiroyli yosinib yuring. Bugun kech mening bir do'stimning tug'ilgan kuni. Bili borayli" dedi. Va kech kirishi bilan tam mening yotiqimga o'zining to'liq chiroyli bir qo'r kiyimini va girim buyumlarini elib kirib, menga yarashtirib girim qilib, o'zining kiyimini kiygizib, birdamda meni boshqacha odamga aylantirib etdi. Ikkimiz chiroyli yosinib o'ltirishga mangdik. So'ring'imi kelib, shuni bildimki, uning bu do'sti boshqa biri bo'lmasdan, dal uning muhabbati bo'lib, mushu maqsad bilan birga muhabbatining do'stini menga tanishtirib qo'ymoqchi bo'lgan ekan. Uning muhabbatining do'stimi bo'ylari egiz, bir qarashqala to'limi kelishgan yigit bo'lib, ular ikkimizni chapilab chaqchaq qilishga boshladi. Shiralining qilgan qiliqlari ig'ir keldimi ish qilib, men o'zimni qo'yib etib o'ltirishga boshladim. U yigit bilan paranglashib, uning to'limi adablik yigit ekanligini bildim. Ikkimiz o'zaro unidorlarimizni qo'shishib, kunni degudek paranglashadigan bo'ldik. Menga to'limi kuyinatdi. Shiralidan yo'qotgan baxtimni bo'lsa, amdilikda uningdan topgan edim. Kunlar mushu tariqada o'tayverdi. Uni yaxshi ko'rishga boshladim. Shiralini bo'z unutib qolay degan edim. Uning bilan birga kechilik klublarga berib, birga o'ynab kelardik. Dars, imtihon, maktab, ota-ona deganlar esimda yo'q edi. Burunqi darsda a'lochi qizdan biroqla sinfdagi, shundaqla maktabdagi eng nachar o'quvchiga aylandim. Bundaq tez o'zgarganligimga sinfdagi saboqdoshlarim, do'stlarimni emas, hatto o'zimni qattiq hayron qilib o'tdim. Burunqi meni rahimsizlarcha tashlab etgan Shirali bo'lsa, amdilikda menga telefon qilib, pushaymon qilganligini aytib yolvuratdi. Lekin uning qilganlarini, men eng ojiz vaqtimni tashlab etganlarini o'ylab, uningga o'chmanligim bo'g'ashqa, uning yig'lab yolvurishlariga parvo qilmaydim. Yana o'xshash o'yin ichida o'tgan bir kuni men uningga hamroh bo'lib, kecha birga o'ynab, kechida uning nurg'un va'dalari ichida yotoq echib yotdik. Albatta, u menga cheqilmay bir kechani shundoq tinish o'tkazgan edik. Mana shu kundan e'tiboran uningga ishonchim ham muhabbatim texmo eshishga boshlagan edi. Men qilgan qaysi yaxshiliqim uchun bundaq esil yigitga uchirganligimni bilmay qilib o'tdim. To'g'risi, uning bilan o'tkazgan bu baxtli minutlar xuddi tushdikidekla. Bu tushimdan uyg'onib ketishimni qo'rqatdim. Burunqidek shunda xo'shal o'tib, bir kuni uning do'stining bir o'ltirishi uchun darsdan qaytib, uning bilan birga naytmo xo'shal o'ynab, kechida uningga bak ishinib ketganligimdami, ikkimiz birga yana yotoq ochdik. Lekin u bu kuni bak mas bo'lib ketgan edi. Men uningga bak ishinib, ham bak yaxshi ko'rib ketganligimdan qo'rqmayli birga kirdim. Shu kecha ikkimiz bak hayajonlanganimizdan qilmaslikqa tegishli ishni qilib qo'ydik. Albatta, ko'nglimda faqat uning bilan birga o'tadigan ish bo'lsa, hammani qilishga rozi edim. Shu kuni kech men uchun to'limi uzun, ham tasvirligisiz bir xil hissiyot ichida o'tdi. Atsi ikkimiz o'rinlarimizdan turishib, u mening peshonamga suyib uyg'otishidan baxtni his qilmoqda edim. Albatta, mening pokligim mushu yotoqda bo'lgan edi. Lekin mening hozirgi chiroyli gaplarga aldanib ketgan kallam uchun bular baribir edi. Ham kelgusimni uncha qo'rqinchli o'ylab olmagan edim. Yotoqdan chiqib, birga tomoq yeb, uning bilan chiroyli xo'shlashdik. Uningdan keyin aramizda bu ish to'la yuz berib turdi. Men bo'lsam, uni kundan kunga yaxshi ko'rib o'tdim.
Bir kun uni seg'inib, uningga telefon qildim. Lekin u bo'lsa telefonni besib etib, zodil olg'ili unmayotdi. Qayta telefon qilishimdan keyin u telefonni oldi va varqirab turib, "Men uyda, nima odamni bezor qilib telefon qilaversa?" deb telefonni qo'yiverdi. Ani shu kundan boshlab u meni burunqidek hurmatlamas, ham qiziqmas, to'g'risi yaxshi ko'rmas bo'lib qolgan edi. Uni ko'rishishga chaqirsam, meni biroqla rad qilib etdi. Muhabbatda yana bir qitim o'ngsizlikqa uchirgan edim. Albatta, bu qitimqi muhabbat uchun eng cho'ng qurbonlik berib, shu bir kecha uchun butun hayotimni, yoshlik bahorimni beg'ishlab etishimni o'ylamagan ishkanman. Yenimda pul qolmag'achqa, ishlash uchun bir qitimliq salomatlik tekshirishda men o'zimning qo'rqinchli yuqumliq kasal bilan yuqumlanganligimni bildim. Bu kasal boshqa sababdan emas, oldingi qitimliq o'tkazgan xatoliqim. Uchishni bilib, qo'nishni bilmaganligim sababidan yuqqan edi. Hammani ish qo'shlab kelganidek maktabdan chekindirildim. Bu ish bilan birga o'qituvchi ustozlarimning gapini anglamay, nasihatga quloq solmay, darsga qatnashmagan dars qitim sonim chekdan eshib ketganligi uchun maktabdan chekindirildim. Amdilikda pushaymonimni oladigan qo'ychi yo'q edi. Shundoq tasdiq kelgan o'qish fursati va borliqim o'zim eng ishongan inson tarafidan hammasi xazon bo'lgan edi. Mana o'zim yolg'iz ketyapman. Qayoqqa borganimni bilmayman. Amdilikda hammadan ayrilgan edim. O'zimning o'tkazgan barliq xatoliklarim o'zimning beshig'i balo bo'lgan edi. Men ani shundoq bir oddiy, ojiz va betalay, shundoqla ozg'ina o'yin tomoshani baxtim o'rniga tegishgan nodonman. Ani shu kundan boshlab barliq o'chimni va ichimdagi nafratlarimni erlardan elishga boshladim. Meni yetim qilgan va meni ojiz vaqtimni tashlab etgan. Shundoqla menga mushu kasalni yuqtirgan hammasi er bo'lganligi uchun hamma erlarning jazoga loyiq deb o'yladim. Lekin sizga uchrab o'zimning rostli xato qilganligimni bildim. Oldimdagi sochlarini oli yeshil bo'yib olgan, chiroylari chiroyliq bo'lsa-mu, biroq meningmi borliqimni vayron qilgan bu chiroyga yoki nafrat va yoki ichi og'irtish nazarining qaysida qarishim kerakligini hech uqolmay turadi. Balki hikoyani anglab mushaga kelganda qaymoqib qolgan bo'lishingiz mumkin. Mening ismim Vali. Shundaqla Marhaboning hayotiga kirgan 3-chi. Yo'q. Marhabo mening hayotimga kirgan tunji qiz edi. Gerçi kichigimdan mening oilam Marhabonikidek uncha baxtsiz bo'lmasimi. Lekin uyimizda men birli o'g'il bo'lganligim uchun to'lima orzulanatdim. Opam dadam hamma ishda degidek ko'zimga qaraydi. Meni qo'g'lishadigan qizlarmi oz emas edi. Biroq men bo'lsam faqat hayotimda meni kutayotgan bir qiz bordek hech kimga ko'nglim tushmayotdi. Toki ochamning gul do'konida Marhaboni ko'rgandan keyin birovga yurak titrasa qandoq bo'ladiganligini sezgandek bo'ldim. O kuni Marhabo qip-qizil ko'ynak bilan dasta gullar orasida go'yoki malikalardek xush tabassum bilan o'ltiradi. Uning o'ziga qilib olgan susqini girmi uni to'limi chiroyli ko'ztibatgan edi. Uni ko'rib tillarim g'achilishib, uning ismini Aran so'rayoldim. U menga qarab kulimsirab turib, "Mening ismim Marhaba.
Men marhaboni elib, yaqin atrofdagi bir oshxonaga kirib, birga tomoq yedik. Uning bilan shunda xo'shal paranglashgan edim. Shu kuni kash, uning ishdan tushishini saqlab, ikkimiz birga aylanib ketayotgash, uning bir qo'nchoqqa qarayotganligiga ko'zim tushib, shu qo'nchoqni elib, uningga sovuq qildim. U xuddi kichik boladek xo'shal bo'lib ketgan edi. Uning xo'shal bo'g'iniga qarab, menmi bak xo'shal bo'lgan edim. Shu kundan keyin o'tirimizdagi tapdodinish va orliqmi yo'qoldi. Uningga ichimdan kuyinishga va muhabbatimni berishga boshladim. Ishqilib, uning ko'ngli yerim bo'lsa yoki tasalliga muhtoj bo'lganida birinchi bo'lib oldidan men paydo bo'latdim, hal qilolmagan ishlarni hal qilishib beratdim. Bir kuni do'stlarim bilan chaqchaqlashib o'ltirib, do'stim uning so'rtini ko'zdim. Bu bir buzuq. Necha qitim mening do'stlarim bilan birga yotoq ochgan. Bo'lmasa, chaqirtib ko'nglimizni ochmaymizmi? dedi. Bu gapni anglab, boshda pisand qilmay o'ltirib ekanman. Lekin do'stimning telefoniga ixtiyorsiz qarab, do'stim ko'rsatgan qizning men biladigan to'limi yuvosh ham oq ko'ngil, sodda, qalbimda izchil yaxshi ko'rib kelayotgan marhaba ekanligini o'qib, mingimdan tutun chiqib ketgandek bo'ldi. Do'stimning yoqasiga esilib, necha mushtilab uningga nimishqa qarchaplaysan? Ayta! Bu rasmni nerdan topding? Deganimcha, uni to'xtamay urishga boshladim. Uning yuz ko'zlari tayoq zarbasidan qonab ishib ketgan edi. U bo'lsa, men qarchaplamadim. Bu rost ish. Davatotdi. Uni silkib, yerga yiqitib, chopinimni ko'tirib, so'rindan chiqib ketdim. Marhaboning rostilla mushundaq bir qiz ekanligiga zodila ishonmay qelayotirdim. Oxiri bo'lmay marhabodan so'rash uchun uni yenimga chaqirdim. Marhaboga kech telefon qilgachqa marhabo telefonni to'limi tasda olgan edi. Marhaba, bu men Vali. Marhaba, bu men Vali. Siz bilan ko'rishsam bo'pti-ku. Sizdan so'raydigan gapim bor edi, dedim. Marhaba bo'lsa, hech nimani uqmagandek. Vali, buncha kechda telefon qilib qopsiz-ku. Aroq ichdingizmi? dedi. Yuragim yana bir xil erishga boshladi. Yo'q, marhaba. Aroq ichmadim. Shu ovozingizni anglag'im kelib, sizni ko'rgim kelib telefon qilishim. Faqat birli eg'iz gap so'rayman. Men uyingizning oldida pastga tushing. Sizni bir ko'rib olay, dedim. Marhaba, birdanda sopma kash kiyginicha mening mashinam tarafga qarab yugurib kelishga boshladi. Shu topda gapni qayerdan qandoq boshlashni bilmay o'tirdim. O mashinaga chiqishi bilan uning bilan tanishib, hozirgacha uning qo'lini tutibmi baxmagan bo'lsam, amdilikda uni chin quchoqlab olgan edim. U bo'lsa, nemish bo'lganligini uqmay, menga hangviqib yoki meni ittirib etishga ko'zi qiymadimi, jimjitla turardi. Boyqi so'ramoqchi bo'lganlarimni ichimga yutib, uningga qarab, "Marhaba. Sizni bek yaxshi ko'raman. Sizni tunchi qitim ko'rganimdan boshlab yaxshi ko'rib, hurmatlab keldim. Lekin bu gaplarni ichimda saqlab, sizga aytolmay, rostilla bak siqildim. Mana bugun ko'nglimdagi barliq sizga bo'lgan muhabbatimni sizga izhor qilmoqchiman. Marhaba. Men bilan yurishni xohlamsiz. Mayli meni yaxshi ko'ring yoki yaxshi ko'rmang. Sizni burunqiga o'xshashla asrab, o'zimdagi eng yaxshi narsalarni berishga tirishaman. Agar meni 1% yaxshi ko'rsangiz, men sizga 9ni to'liqlab beraman. Agar 101% yaxshi ko'rsangiz, men qolgan 99%ni to'liqlab beraman. Agar 1% yaxshi ko'rsangiz, qolgan 999%ni to'liqlab beraman. Faqat men bilan yurishni xohlasangizlar, men siz uchun hammani qilishga rozi. Danga marhaba, qo'shilamsiz. Deb uning qo'llarini tutib, uning ko'zlariga tikildim.
Marhaba bo'lsa, xijil bo'lgandan yerga qarab, nima deyishni uqolmay, bir hazo turib atgandan keyin. Vali, siz haqiqatan yaxshi yigit. Menga oz bo'lmagan yordamlarni qildingiz. İkimiz tanışıp, hozirga kelguncha men uchun qilganlaringizning hammasini ko'rib turibdiman. Gerçi ikimizning hech qanday qandoshligi bo'lmasa-mu, menga o'z tuqqaningizdek muomala qildingiz. Sizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Menga ozroq vaqt bering, dedi. Menmo uning fikriga qo'shilib, uningga burunqidan bak yaxshi muomala qilishga boshladim. Uning bilan o'tgan har kunim intoyin totliq ham xo'shal-xuramlik ichida o'tadi. Uning yuzida kulgi nurini ko'rsam, o'zimni to'limi baxtli hisoblaydim. Bir kuni saboqdoshlarim telefon qilib, hammasi loyiqini elib bordiganligini, meningmi ham loyiqimni elib berishim kerakligini aytib, menga telefon qilishdi. Menmi ma'qul bo'lib, marhaboga telefon qilib, "Marhaba, necha kundan keyin to'liqsizlik saboqdoshlarim bilan yig'ilmoqchi edik. Sizning vaqtingiz bo'lsa, menga birga berishib beralasizmi? Hammasi o'zlarining muhabbatini elib bordi ekan. Men yolg'iz berishdan xijil bo'lib qoldim," dedim. "Marhaba. Qanday bo'la? Saboqdoshlaringizning oldida yuzingizni to'kib qo'yamanmi?" dedi. Men bo'lsam, "Nariga yo'q gapni qilmang. Siz shundoq aqlli ham chiroyli tursangiz, nimaga yuzimni to'kib qo'yatdingiz? Amsa shundoq bo'lsin. Shu chaqda chiroyli yasanib chiqib, saboqdoshlarimning ko'zidan o't chiqarib eting toza," dedim. Marhabomo tatliq kulib turib ma'qul bo'ldi. Birdamda saboqdoshlarim bilan ko'rishadigan kunmi keldi. Bu kuni men uni saboqdoshlar yig'ilishiga elib berish uchun oldin ola ochamdan bir kunlik ruxsat so'rab qo'ygan edim. Uni elish uchun uning uyining oldiga keldim. U telefonda o'zining tushayotganligini aytdi. Telefonni uzib beshimni ko'tarib, uni ko'rish bilan birga yuragim shundoq tez so'qishga boshladi. U qiniq girimlari va uzun sochlari bilan go'yoki parilardek go'zal bo'lib ketgan edi. Uning bilan birga yurishnimi shunchalik baxt va sharafdek his qilardim. Mana saboqdoshlar yig'ilishiga kirib o'ltirishdik. Hammasining ko'zi bizda edi. Hisobda bu so'rinning bir jup g'unchisi biz bo'lgan edik. So'rinda haraqni bak ko'p ichib olganligimiz uchun xudimni uqmaydim. Tong etishi bilan ko'zimni ochsam, marhabo yenimda onadan tug'ma holatda yotadi. Demak, men tunugin kechidan marhaboga chiqilib qo'ygan edim. Hayotimdagi tunji kechini maslik ichida o'tkazishni o'ylab boqmagan edim. Men deg'i marhaboni uyg'ongandan keyin cho'qim yig'lab jidal qiladi degan edim. Lekin u hech bo'lmagandek yotadi. Uningga qarab, hayronlikda uningdan savol so'rab, mana o'tirliqqa kelganda uning yuqumliq kasal ekanligini bildim. Nimali bo'lmasin, uni yanada bak yaxshi ko'ratdim. Mayli qandoqli bo'lmasin, uning bilan to'y qilgan bor edi. Yeshimmi cho'ng bo'lib qog'ashqa, uydagilarimga to'y qilish o'yimning borligini aytdim. Ota-onamga ma'qulligini bildirib, necha oyga qolmayla marhabo bilan to'yimizni qilib qo'ydi. Marhabo bilan to'limi baxtli o'tib o'tdik. U opam dadamning degan yerdan chiqib, kelinlik majburiyatini to'liq ado qilib kelib o'tdi. Turmushimiz bir xil ritmda baxtli o'tib o'tgan shu kunlarda oilamizga yana yangi bir jon qo'shildi. Marhaba menga o'moqqina bir qiz tug'ib bergan edi. Amdilikda ayolim ham qizim ikkilisining muhabbatidan huzurlanmoqda edi. Qizimning cho'ng bo'lishiga agishib, marhabomi o'zgarishga boshladi. Men bilan doim urushadigan bo'lib oldi. Lekin hammaga chidaydim. Chunki uni bak yaxshi ko'ratdim. Lekin marhaba bir kuni men o'ylab boqmagan bir ishni qilganligini anglab, quloqlarimga ishonmayla qoldim. U mening yaqin do'stim Sattar bilan qizim ikkimizni tashlab uydan chiqib ketgan edi. Hayotim butunlay o'zgarishga boshladi.
Onunğa nafratlanatdi. U o'zining kasalligini ozdab, menga ham balamizg'imi yuqtirib, amdilikda bizni tashlab ketgan edi. Shu kundan boshlab men o'zgarishga boshladim. Qizimning xuddi gunohi bodak uningga qo'pol tegdi. Uni ko'rsam xuddi marhaboni ko'rgandek bo'lib, qo'yqi chechim tik turibdi. Hisobda burungi kuyimjon mehribon dadadan boshqacha bir odamga o'zgargan edi. Har kuni klublarga, qavoqlarga berib, kunlarimni masjidlik ichida o'tkazatdim. Kunlar shu tariqada o'tib, bir kuni do'stim bilan bir muzikali klubga kirdik. Ichib o'ltirib, qizlarni chaqirib, orasidan Maliki ismli bir qizga ko'zim tushdi. Bu qizning badallari zilva, qilib olgan qiynoq girimlari bilan to'limi chiroyli edi. Uning bilan paranglashib, tonishib qoldik. Uningmi bir qizi bor bo'lib, qizimdan 1 yoshli farqlanadi. Qizimni hamda uning opasini o'ylab, ularni gunohkordek his qiladi. Shunga uningga berishga tegishli bo'lgan butun mehrni uning qiziga berdi. Yangi o'yinchoq, kiyim-kechak deganlarni olmay elib beradi. Biz qaysi esil restoranlar, oshxonalarga borsak, uni tang elib berib, qizimni bo'lsa opamga beqishga berib qo'yadi. Kunlar shu tariqada o'tib, bir kuni opamning telefonini topshirib oldim. Qizim qo'shnimizning bolasini urib, beshini yerib edi. Men ochiqimda uyga kelibla qizimga vaqirab urushga qo'l ko'tarishimga qizim tugilib, dadamning orqasiga o'tib oldi. Dadam bo'lsa qizimdan beshini silab turib, nemishqa qo'shnimizning bolasini urganligini so'rdi. Qizim esadab yig'lig'inicha, uning qizimni yetim o'g'loq, opang boshqa bilan qechib ketdi, dadangmi boshqa xotin tepib oldi, amdisini baxmay mushaga akilib qo'ydi, dadang yaxshi dada emas deganligini, shunga ochiqlab kelib urganligini aytdi. Dadam o'rlib, menga qarab, ichidagi uyga kirishimni aytdi. Dadamning keyindan kirishim bilan yuzimga tekkan qattiq bir shapaloq bilan keynimga santurlib ketdi.